voy chang ko'p chang aytmasin, sipirgin chang ketyapti. Bo'ldi opa, bo'ldi, gap yo'q. Singlim azimdan o'rtada yashasa yo'qmi? Shunday qilib. Yo'q, o'rtamishasi yo'q, nega so'rayapsiz teshigi? Bilasizmi, men uni ko'nglim bor. Nega unday galashmasa Ravshan bilan galashyapsiz? Sabab nimada? Men Azizga sinash uchun gaplashayapman, Ravshan bilan shunchaki emas. Aziz ko'ngli sindirib qo'ymaysizmi misozda? U yoqda aralashishim buyog'ini o'zim bilaman. Mayli, o'zi bilasiz. Sen bilan gaplashmayman deb Azizga ayt, senga ko'ngil bermasin. Mayli, unda bugun aytaman. Yulduz, yaxshi keldingizmi? Nima gapingiz bor edi? Sizdan muhim gapim bor. Nima gap ekan? Devir umman siz bilan gaplashmas ekan, umman 1 gramm ham jansi, sizga ko'ngli yo'qmi? Yo'q-a, o'zi boshidan ko'nglim sezganday bo'luvdi. Nima ham deymiz? Sevgini ko'z ko'r ekanda. Endi nima qilmoqchisiz? Bilmadim. Endi ko'nglimni kimga ishonishni ham bilmay qoldim. Xohlasangiz, menda zo'r taklif bor. Tushunmadim. Undan ko'ra men gaplashmas, o'z baxtli qilaman. Sevgan inson bilan yashagan qayg'udagi, sevmagan inson bilan